Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni navbatdagisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." O'zi ovqatlantiradiganlarni, ya'ni kishi o'zini oila a'zolarini zoya qilishi shu kishi uchun yetarli gunoh. Zoya qilishi deganda nima nazarda tutiladi? Har bitta odam Alloh unga bir farzand bergan bo'lsa, yediradi, ichiradi, kiydiradi, uni bir uy bilan ta'minlaydi va boshqa ishlar bilan ovora bo'ladi. Ammo zoya qilishlik qaysi? Zoya qilishlik degani shu oila a'zolarini, farzandlariga Allohni tanitmasligi, dinni o'rgatmasligi. Mana shu narsa kishi o'zini oila a'zolarini zoya qildi deb tushuniladi. Ya'ni qaytarib aytamiz, yediradi, ichiradi, kiydiradi, dunyosini ta'minlaydi-yu, ammo iymoni, e'tiqodi, aqidasini, tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Agar kim shunday qilgan bo'lsa, demak bu kishi uchun yetarli gunoh shu ish. Otalar o'zining farzandlarini yaxshi ko'rishligi Alloh taolo ularning tabiatiga qo'ygan bir xususiyat. Ota borki, yaxshi ko'radi bolasini. Bu tabiatda bor narsa. Masalan, tabiatingizda bor qilgan ish uchun shu ishni qilsangiz, ajr olasizmi, yo'qmi? Masalan, kechki ovqatni qilib yeysiz. Shunga savob bormi sizga? Yoki saqotib ketdingiz, ustingizni yopib oldingiz. Savob bormi, yo'qmi? Bunga savob yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi buyruq chiqardi. Har kuni kechki payt 8 da ovqat qilib yeyilsin dedi. Bu kulgili narsa bu. Chunki bu narsani buyurmasang o'zi hamma qilaveradigan ish bu. Demak, otalar bolalarni yaxshi ko'rishligi ularning tabiatida bor. Xohlaydimi, xohlamaydimi ota bolasini yaxshi ko'radi. Bu ota olimmi, johilmi, musulmonmi, kofirmi, shaharlimi, sahroymi farqi yo'q. Otami bolasini yaxshi ko'raveradi. Masalan, yosh bolalarning bir kasalxonasiga borsangiz, bolasi og'riyotgan ona yig'laydi. Bu ona musulmonmi, kofirmi, qaysi millat vakili, buni farqi yo'q. Chunki onaning qalbida ham bolaga nisbatan muhabbat albatta bor. Demak, inson o'zini tabiatida bor bo'lgan ishlarni qilganiga ajr olmaydi. Balki tabiatida yo'q bo'lgan narsalarda qilganiga ajr oladi. Otalar farzandlarini yaxshi ko'rishligi tabiat. Ammo farzandlar otalarini yaxshi ko'rishligi taklif. Farzandni qalbida ota-onasiga nisbatan muhabbat bo'lishi, ularni yaxshi ko'rishligi shariatni farzandlar ustiga qo'ygan taklifi. Bu narsa uchun ajr oladi. Bu narsa uchun ajr oladi. Qachon uni tarbiya qilganiga savob oladi? Qachonki diniga, e'tiqodiga, aqidasiga e'tibor qilsa, namoziga qarasa, ibodatiga qarasa, shunda farzandiga inoyat qilganligiga ajr oladi. Demak, ota faqatgina agar bolasini sog'ligi, kiyimi, ta'minotini e'tibor qilsa, dinini, axloqini, tarbiyasini bee'tibor qoldiradigan bo'lsa, bu narsa uchun ajr olmaydi. Shuning uchun bolalar haqida Qur'onda bitta oyat keladi. Astagfirullah, bolalarda inoyat qilish to'g'risida. Yusikumullohu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Yana shu meros berishlikda farzandlarga bir Alloh taolo yaxshilik qilishlikni vasiyat qiladi. Ya'ni Alloh farzandlaringizga tegishli meros haqida bir o'g'il uchun 2 qiz ulushi barobarida meros berishni amr qilur. Bolalar haqida bitta oyat bor. Ya'ni 2 ta qiz bolani ulushi bitta o'g'il bolaga beriladi. Yosh bolalarga mana shu farzandlaringizga meros bo'lishlikda adolatli bo'linglar deydi. Boshqa oyat yo'q farzand haqida. Chunki farzandga bo'lgan muhabbat aytdik, insonning tabiatida o'z-o'zidan bor narsa. Ammo farzand ota-onasini yaxshi ko'rishi, ularning xizmatida turishligi bu endi taklif. Ya'ni bu ibodat bu. Demak, inson farzandning tabiatida yo'q bu narsa. Astagfirullah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni
hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff va la tanharhuma va qul lahumā qawlan karīma. Agar ularning, ya'ni ota-onalaringizning birovi yoki har ikkisi sizni qo'l ostingizda keksalik yoshga yetsa, ulg'ayganinglarda farzandlar ota-onalar qarab sizlarni qo'lingizda turgan bo'lsa, ikkalasi yoki bittasi, ularga qarab uf tortmang. Va ularning so'zlarini qaytarmang va ularga doim yaxshi so'z ayting. Bu endi buyruq. Ota-onasini inoyat qilishligi, xizmatida turishi, ularga uf demasligi, ularga lutf bilan muomala qilishi, bu endi ibodat. Bu narsa uchun farzand Alloh azza va jalladan ajr savob oladi. Chunki aytyapmiz, farzandning tabiatida yo'q bu narsa. Tabiatiga joylanmagan. Xolasi ota-onasiga qaramay qo'yishi ham mumkin. Urishi ham mumkin. Tashlab ketishi ham mumkin. Chunki bu narsa uni tabiatida yo'q. Kech payt kelasiz, bolalar ovqat yeyishdimi? Yeyishdi. Darsini qilishdimi? Qilishdi. Issiq Qur'on yotishibdimi? Yotishibdi. Yaxshi. Namozichi? Namozichi? Hozirgi qilgan muruvvatingizga ajri yo'q. Hozirgi so'ragan narsalaringizga mukofot olmaysiz. Allohni eslatmaganligingizga, Allohning ibodatiga beparvo bo'lganiga agar indamay qoladigan bo'lsangiz, gunohkor bo'lasiz. Demak, ota bolasiga berishi mumkin bo'lgan eng ulug' narsa islomiy tarbiya. Islomiy tarbiya. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mujodala surasida shunday deydi. Astaidu billah. Qad sami'a Allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallohu yasma'u tahawurakuma. Innalloha sami'un basir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, dar haqiqat Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning basti javoblaringizni eshitur, albatta Alloh eshitguvchi, ko'rguvchidir. Sahobalardan Avs ibn Somit roziyallohu anhu ning ayoli Havla binti Salaba roziyallohu anhu majma'in Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Havla binti Salaba kelib aytdi: "Ya Rasululloh, erim men yosh vaqtimda uylandi, chiroyim bor edi, molim bor edi, qarindosh urug'larim ko'p edi. Endi yoshim qarib, qornim kattayib, oilam yo'q bo'lib, molim tugagandan keyin endi kelib sen menga onamni kuragi kabi haromsan dedi. Menga haromsan dedi. Menda uni bolalari bor dedi. Chunki ularning tarbiyasi bilan men shug'ullanaman. Agar o'zim bilan olib qolsam, och qolib ketishadi." Qarang, otasi ularni boqadi, men tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Otasi tirikchilik qilib, non topaman deb ko'chada yuradigan bo'lsa, betarbiya bo'lib qoladi bolalar. Chunki otasi ko'chada non topaman deb yuradi. Xulosa, ota ko'chadagi ishlarni albatta qiladi, yelkasidagi vojibi. Lekin undan avvalgi, undan ko'ra muhimroq bo'lgan vojibi farzandlarga Robbisini tanishligi, diniy tarbiya berishligi. Mana bir necha dars farzandlar tarbiyasining ahamiyati haqida suhbat qilamiz. Biz nimani o'rganyapmiz? Qanchalar yelkanimizdagi yuk og'ir, qanchalik bu mehnatni uzoq qilishimiz kerak. Shu narsani anglashligimiz kerak. Avvalgi bir qancha darslarimizda. Tarbiyaga oid bo'lgan so'zlar. Birodarlar, ummat faqat tarbiya yo'li bilan yuksaladi. Farzandlarimizga islomiy tarbiya berishlik bilan ummat yuksaladi. Johiz rivoyat qiladi. Uquba ibn Abu Sufyon o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib, odob beruvchi kishiga topshirayotib shunday dedi: "Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin. Meni bolamga tarbiya berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni tuzat. Chunki ularning ko'zlari seni ko'zingga bog'langan. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk deb bilgan narsani ular ham xunuk deb biladi." Kimdan ta'lim olyapti bolalarimiz? O'shunga e'tibor berishimiz kerak ekan. Masalan, behayo kiyinib yurishlikni madaniyat deb biladigan o'qituvchini qo'lida bo'lsa, bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi.
avratlarni yopib qizlarimiz hayosi bilan, ibosi bilan ko'chada yurishligini, bu qoloqlikning alomati deydigan muallimani qo'lida bo'lsa, bularga nisbatan qarash ham shunaqa bo'ladi. O'qituvchi, muallim, murabbiy, tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa, o'quvchilar ham xuddi shularda. Shuning uchun kimdan ta'lim olayotganligini farzandlarimizga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sen chiroyli ko'rgan narsani chiroyli ko'radi bolam, sen yomon ko'rgan narsani yomon deb biladi bolam. Farzandingizni odob beruvchiga, muallimga, tarbiyachiga topshirdingiz, bo'ldi. Nazaringizda. Nima demoqchimiz? Otalar bilan muallimlarning o'rtasida hamkorlik bo'lishlik kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar berdim, qutuldim deydigan bo'lsangiz, u o'qituvchi nechta o'quvchisi bor qo'lida? Qaysi biriga diqqat qilib ulgursin. Ota-ona tomonidan nazorat bo'lishlik kerak bo'ladi. Tarbiya chiroyli bo'lishi uchun. Qarang, Uquba ibn Abu Sufyon yana nima deydi? Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin. Muallimga aytayapti bu gapni. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk ko'rgan narsani ular ham xunuk ko'radi. Ularga hukamolarning siyratlarini, adiblarning axloqlarini gapirib ber va farzandimni men bilan qo'rqit. Nima degani bu? Nima degani bu? Dadangga aytaman degani. Bu shu o'qitayotganlar biladi. Dadangga aytaman deydi. Dadangga aytaman deydi. Ayta olmaydi deydi. Nimaga? Dadam kelmaydi deb bergan. Dadam kelmaydi. Chaqirsa ham bormaydi. Oxirgi ota-onalar majlisiga chaqirganda maktabda farzandlaringlarda, mana erkaklar o'tiribdi. Qo'l ko'tarib qo'ylardi borganlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ladi, mingta odamga to'rtta odam bo'ladi. Dada, ota-onalar maylis, vaqt ening borib qo'yadi deydi. Sizni davomchingiz edi shu bola. Sizni vujudingizni davomi edi. Qanaqa odam bo'lishligi, yaxshi yomon bo'lishligi sizga kerak edi. Siz bormadingizmi? Endi xafa bo'lmang. Uquba davom etadi. Ularga kasalini bilmay turib, dorini berishga shoshilmagan tabib kabi bo'l. Kasalni aniqlamay turib, tabib dori tayinlamaydi. Kasalni aniqlaydi, keyin dorini. Xuddi shunaqa odam, shunaqa muomala qilgan farzandlarimga. Bu ishda senga suyandim. Farzandimning tarbiyasida senga suyandim. Uni senga topshirdim. Sen meni uzrni qabul qiladi deb kutma. Farzandlar ota-onalarning ko'zini quvonchi. Shuning uchun muallimlar o'zidagi eng zo'r narsani berish kerak. Eng zo'r narsani berishlik kerak. Ibn Xoldun o'zining muqaddimasida rivoyat qiladi. Harun ar-Rashid o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib shunday dedi. Albatta Amirul Mu'minin senga o'zini jonini, ko'zini quvonchini topshiryapti. Ota-onalar uchun farzand bu qalbni chechagi, ko'zni quvonchi, qalbni bir gavhari. Shuning uchun muallimlar ham yelkasidagi omonat qanchaligini bilish kerak. Muallimlarga aytiladigan so'z yog'och usta yog'och bilan muomala qiladi. Yurist, advokat odamlarni muammolari bilan muomala qiladi. Temirchi temir bilan muomala qiladi. Tabiblar insonni jasadi bilan muomala qiladi. Bir hunarni ikkinchi hunardan balandligi shu hunar nimani ustida bahs yuritadi, shunga bog'liq. Demak, yog'ochdan ko'ra temir balandroq, temirdan ko'ra tilla balandroq. Tilladan ko'ra insonning jasadi balandroq. Endi muallimlar nima bilan muomala qiladi? İnsonlarni ruhi bilan muomala qiladi. Tabiblar ish ham 60 yil, 70 yil keyin ketadi. Sizlar ming parvarish qilinglar, doktor akalar nima bo'ladi baribir? Ketadi. Ammo muallimlar odamni ruhi bilan muomala qiladi. Agar to'g'ri tarbiya qilinsa, abadiy jannatga boradi bu ruhi. Aks holda abadiy tushunarlimi? Shuning uchun muallimlarning ishidaqa mas'uliyatli, xatarli va sharafli ish yo'q. Lekin taassuf bizda muallimlarning qadri eng past hisoblanadigan mehnatlardan. Eng oz oylik kimiki? O'rni kelganda aytib qo'yaylik, akalar maktabga pul sarflaylar. Bolalaringiz o'qiyapti, pechga olib borib beringlar.
Linoleum solib beringlar, romini to'g'rilab beringlar, qishda bemalol issiqroq o'tirsin. Sharoit qilinglar, doskasi yangilab beringlar. Qaranglar-da, 70-80-yilgi jihozlar bilan turibdi sinflar. Sizlarga kerak ularni o'qishi. Birodarlar, sizlarga kerak. Muallim esa jamiyatdagi eng muhim, eng afzal toifa farzandlar bilan muomala qiladi. Demak, muallim Allohdan qo'rqish kerak. Oqni oq deyish kerak, qorani qora deyishlik kerak. Muallim Allohdan qo'rqish kerak. Chunki muallimni ko'zi bilan qaraydi farzandlar dunyoga. Agar yaxshilik o'rgatsa, yaxshi, yomonlik o'rgatsa, yomon bo'ladi. Keyingi nuqtamiz tarbiyaga oid nasihatlar. Kishi farzandini tarbiyalash kerak. Lekin tarbiyaning yo'li ko'p. Musulmon kishi farzandini islomiy, iymoniy tarbiya bilan tarbiya qilishlik kerak. Ayrim xonadonlarga kirib qolasan, eski kirib qolgan, aqli yetib qolgan, nima deydi, bolalar kim keldi, kim ketdi qaramaydi ham. Beparvo. Qandaydir bir beadabgarchilikni qilaveradi. Nima sababdan? Ota-onasi tashab qo'ygan shunday. Qaranglar, ko'chatni ko'chiradi bog'bon. Tek qo'yib qo'ysa ham so'radi u. Kerak, shaqi bor uni, kerak emas, shaqi bor. Putash kerak, dori berish kerak, suv qo'yish kerak, tayin chopish kerak. Tek qo'yib qo'ysa ham o'saveradi. Ammo xohlaganda o'sib qoladi. Agar bu daraxtni o'zingiz xohlaganda bo'lishini xohlasangiz, mehnat qilishlik kerak. Tek qo'yib qo'ysangiz bola ham o'sib qolaveradi. Faqat boshqalar chopib qo'yadi uni tayini. Boshqalar putab qo'yadi uni shaqini. Boshqalarda formasiga kirib qoladi u bolangiz. Masalan, Esir davrida ham birodarlar odamlarni tarbiya qilishgan. Yolg'on gapirma, birodar haqqini yema, toza yur va hokazo. Ammo bu tarbiya nimani ustiga qurilgan? Dinsizlik ustiga qurilgan. Iymonsizlik ustiga qurilgan. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya shu dunyodagina asqatadi. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya faqat shu dunyoda asqatadi insonga. Ammo oxiratda foyda qiladigani faqat iymoniy islomiy tarbiya bo'ladi. Diniy bilim, islomiy tarbiya insonni ikki dunyoda saodatga, farovonlikka yetaklaydi. Birodarlar, diniy tarbiya, diniy bilim insonda haqiqatan bir rohatlantiradi, foydalantiradi. Bu tarbiya, bu ilm insonni dunyoda odamlarning qalbidan joy olishlikka olib boradi. Odamlarning ichida martabasi yuqori bo'lishiga olib boradi. Kishi diniy bilimdan xabari bo'lsa, islomiy tarbiya olgan bo'lsa, odamlar orasida ishonchli odam bo'ladi, mukarram bo'ladi, ulug' bo'lishiga olib boradi. Demak, diniy bilim, islomiy tarbiya insonni ikki dunyoda saodatga yetaklaydi. Birodarlar, shuning uchun har qanday ta'limdan avval Allohni tanitaylik. Til o'rgatgani beramizmi? Matematika, fizikani o'rgatgani beramizmi? Albatta beramiz, bularga o'rgatishlik kerak. Ammo bulardan avval Allohni tanish kerak. Dinni tanish kerak. Shundan keyin narigi narsalarni ham osonlik bilan o'zlashtiradi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirib, bir kishini ko'rdida, "Kim bu?" deb so'radi. Rasululloh. Bu odam nassob deyishdi. Nassob nima? Arablarning qabilalari, nasl nasablarini biladigan kishi deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Bu ilm dedi, uni o'rganganga foyda keltirmaydi. Bu ilmdan bexabar odamga zarar keltirmaydi" dedi. Shuning uchun avvalambor insonga birinchi navbatda foyda keltiradigan ilm bu diniy bilim. Undan keyin boshqa bilimlar undan keyin berilishligi kerak. Shuning uchun Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Allohumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha va min du'ain la yusma va min nafsin la tashba va min ilmin la yanfa'u. A'udhu bika min haula'i arba'a. Parvardigor, men sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh berishingni so'rayman. Eshitilmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan va befoyda ilmdan panoh berishingni so'rayman. Sendan shu to'rtta narsadan panoh so'rayman dedi. Siz o'rgangan narsa sizga faqat shu dunyoda emas, oxiratda ham asqatadigan ilm bo'lishligi kerak. Bunga haris bo'lishimiz lozim. Imom G'azoli aytadi, Qur'onda qaysi o'rinda ilm degan kalima zikr qilingan bo'lsa,
Bas bu so'zdan Allohni tanitadigan ilm nazarda tutilgan. Qayerda ilm deyilgan bo'lsa, yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Oranglarda ilm berilgan kishilarning Alloh darajasini ko'taradi dedi. Qaysi ilm desa, Allohni tanitadigan ilm. To'g'ri hamda bir odam dunyodagi eng katta ilmiy unvonlarni olsin. Hamma mukofotlarda jamlagan bo'lsin. Agar Allohni tanimagan bo'lsa, bu ilmlar chunki qabrga kirishi bilan bu ilmlarda hamma unvonlar yer betida qoladi. Allohni tanitadigan ilmdan bexabar bo'lgan bo'lsa, kalimani bilmasa, halol haromni farqiga bormagan bo'lsa, oqibati nima bo'ladi bu odamda? Biz farzandlarimizni zo'r fizik bo'lishini xohlaymiz. Zo'r matematik bo'lishini xohlaymiz. Dunyo maydonidagi, dunyo ilm maydonida katta yutuqlarga erishishini albatta xohlaymiz, ammo Allohni tanitganimizdan keyin, diniy bilimlarni o'rgangandan keyin. Inechi qayerga jo'natsangiz ham bolangizni Allohni tanitib, diniy bilimni joylab qo'yganingizdan keyin, islomiy tarbiyani berganingizdan keyin, dunyoda qayerga jo'natsangiz ham xotirjam bo'lasiz. Chunki e'tiqodi, dunyo qarashi shakllanib bo'lgan. 13 ga 14 ga kirgan bolalarni boshqa mamlakatlarga jo'natib yuboryapti otalar, eshityapmiz. G'arbmidi, sharqmidi? U bolani hali kallasi qatigani yo'q. Dunyo qarashi shakllangani yo'q. Nima oq, nima qora hali tushunmaydi. O'sha yurtlarga borib, birodarlar, shularni suvini ichib, o'shlarni kepatasiga kirib qolmasin. Dunyo qarashi o'sha yerda shakllanib keldimi? Bo'ldi, endi tuzata olmaysiz. Bu bolani yo'qotdingiz. Biz tarbiyaga oid so'zlarni gapiryapmiz. Kishi farzandiga rozgo'ylikni xuddi Qur'on oyatlarini o'rgatgandek ehtimom bilan, e'tibor bilan, diqqat bilan o'rgatish kerak. Rozgo'ylikni xuddi Qur'onni o'rgatgandek o'rgatishlik kerak. Erikmaslik kerak. Ba'zida ana shu 3-midi, 2-mi sinfda o'qiydigan bolangizni qo'lida qalam ko'rib qolasiz, siz olib bermadingiz uni. Qayerdan olding buni desiz, o'rtog'im falonchi berib turdi deydi. Bo'ldi, xotirjamsiz. Yolg'on gapirmayaptimi ekan? Yarim kuningizni sarflab boring. O'sha falonchi o'rtog'ini chaqiring. Sen qalamni meni o'g'limga berdingmi? Yo'q. Agar bir marta borib turib, mana shu gapirgan gapi yolg'onligini tekshirib, bir marta chora ko'rib qo'yadigan bo'lsangiz, bola odatlanadi. Gapirgan gapiga javob berishi, qilgan ishiga javobgarlik borligini his qiladi-da, keyin olmaydi. Nima demadinglar? Biz bo'ladi, qoldi nimalar yurmaydi? Telefonmidi, velosipedmidi, yana nima edi? Biz e'tibor qilmaymiz, akalar. Tarbiyaga oid so'zlardan yana ayrimlarini o'qiymiz. Mana hozir farzandlar qarindosh o'g'illariga bemehr bo'lib ketgan, tanimaydi qarindoshlarini degan gapni eshitib qolamiz. Kim shuni qildi? Ota-onalar o'zlari. Avvalgi davrlarda mana katta otalarimiz aytsa, birov to'y qilsa, akasi yoki singlisi oilasi bilan borib 1 kun, 2 kun yotib shu yerda to'y o'tkazilardi. Ko'rmagan qarindoshlarini ko'rardi, tanimaganlarini tanib olardi. Hozirchi odamlarda fe'li tor bo'lib ketganidan bolalar qo'yib kelinglar deydi. Hozirgi kelin oilalar. Bormi? Indamay turaveradi. Uyda xotinda xo'jayin. Bolalar qo'yib kelinglar deydilar. Qarindoshlarni ziyofat o'zi bemalol o'tiraylik deydi. Endi qayoqdan bu bola qarindoshlarini tanisin? Qayoqdan ammasini bilsin, qayoqdan tog'asini farzandlarini tanisin? Ayb kimda? O'zi qarindosh urug'lar nimaga yig'ilish kerak edi? Nimaga yig'ilish kerak edi? Siylar rahmni tikkalashlik uchunmi? Shu qarindoshlarda davomi kim edi? Shu farzandlarmidi? Bolalar qo'yib kelinglar dedi. Bemalol o'tiraylik. Shuning uchun ota farzandini valimamidi, biror bir ilm majlisimida ora-churada yetalab olib borsin. Mana tog'ing, mana ammangni o'g'li bo'ladi, qarindoshing tanib olgan bolani deb tanitsin. Bu narsa yo'q. Bu narsa yo'qib ketgan. Farzandni boshqalarning oldida xorlab bo'lmaydi. Masxara qilib berasiz bolangizni birovlarning oldida. Urib beramiz, baqirib beramiz, so'kib beramiz. Mana shu narsa ko'nglini sindiradi bolalarni. Har qancha ta'lim bo'lsa, har qancha tarbiya bo'lsa, har qancha kaltak bo'lsa, alohida. Hammani oldida emas.
Agar bola yolg'onga odatlanayotgan bo'lsa, bir marta ogohlantiriladi, bir marta tanbeh beriladi, keyin bir chora, biror bir jazo qo'llashlik kerak bo'ladi. Chunki aytdik, yolg'onchilik ham boshqa odatlarga o'xshab yoshligidan o'rganiladigan narsa. Yana tarbiyaga oid so'zlardan Ibn Sino shunday deydi, farzand tarbiyasida bola maktabida odobi, odatlari chiroyli bo'lgan yaxshi bolalar birga bo'lishligi kerak. Ulfating degan gap bor. Farzandingiz yaxshi odamlar duolari bilan, odobli, xulqli bolalar bilan birga bo'lsa, shu tarbiya ulamolar aytadi, farzand o'zidagi odatlarni 60% dan ko'prog'ini o'zini tengqurlardan yuqtiradi, qolgan qismini ota-onasidan yuqtiradi deydi. Tushunarlimi? Farzandingizda qanaqa bir odat bo'ladigan bo'lsa, buni 60% dan ko'prog'i o'zini tengqurlaridan bo'ladi. Undan ozrog'i ota-onasidan olinadi. Shuning uchun kim bilan ulfat bo'layotganiga qarashlik kerak bo'ladi. Bu zamonda birodarlar, otalarga, onalarga duch keladigan eng katta muammo va eng birinchi muammo farzand tarbiyasi. Biz farzand tarbiyasining ahamiyati haqida so'z yuritdik. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson, to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Parvardigorimiz dinimizni komil deyapti. Mukammal deyapti. Demak, bu din birodarlar hayotimizda bizga nima ko'rsatma kerak bo'lsa, hammasi bor. Farzand ham hayotimizning bir qismimi? Farzandlar siz bilan bizning hayotimizning bir qismimi? Demak, albatta bu haqida ham ko'rsatma bor. Qur'on oyatlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasida. Fasod yoyilgan bu zamonda birodarlar, birinchi o'ringa chiqayotgan ish farzand tarbiyasi bo'lib qolyapti. Agar musulmonlar o'zlarining hayotida Allohning kitobini, payg'ambarimizning sunnatini tatbiq qilishganida hozirgi achinarli holatga tushib qolmagan bo'ladi musulmonlar. Otalar bir ikkinchisiga shikoyat qilib qoladi farzandidan. Bolasi ota xohlagandek bo'lmadi. Tarbiyasini buzadigan holatlar, fitnalar ko'payib ketdi. Atrof fasodga uchrab ketdi. Dunyo qarashini buzadigan hiylalar ko'payib ketdi. Hamma narsa gunoh ma'siyat qilishga chaqiradi. Shuning uchun biz bu zamonda, fasodga uchragan bu zamonda otalarga birinchi uchraydigan eng katta va eng muhim muammo bu farzandlarning tarbiyasi desak, biz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar mana shu ko'rsatmalar bilan ish tutilganida farzandlar otalarning ko'zini quvonchi bo'lar edi. Endi albatta hammani farzandlari betarbiya bo'lib ketdi deb aytmaymiz. Tarbiyasi bilan shug'ullangan, bir odobli, axloqli farzandlar ham bor. Lekin umumiy ahvolga qaraladigan bo'lsa, ahvol yaxshi emas. Ha, albatta ota-onasi solih bo'lib turib, farzandi noqobil bo'lganlar ham bor. Xos holatlar. Masalan, Nuh alayhissalom Allohning payg'ambari edi. O'g'illardan bittasi kofir bo'ldi. Xos holatlar bor. Ota-ona zo'r, lekin farzand noqobil. Lekin bu juda bir nodir holat, kam holat. Demak, eng ulug' amal farzandni iymon bilan tarbiya qilishlik. Odatda otalar 40 ga kirgandan keyin Robbilari bilan aloqalarini tuzatishga tushishadi. Boshqacha qilib aytsak, 40 ga kirganda eskiradi. Bu vaqtga kelib foiz ketib bo'lgan edi. Bolasining yoshi 20 yetib bo'ldi. Endi har qancha urinmasin, foiz ketdi. Vaqt o'tdi. Agar bu otalar islom manhajini bilganida, tushunganida, shu bilan o'zi yashab, farzandlarini shu bilan tarbiya qilganida, bu bolalar boshqacha bo'lar edi. Endi vaqt o'tdi, dindan uzoq yurdi, manhajdan tashqarida bo'ldi, dunyo topish bilan ovora bo'ldi, uy solish kerak, tom yopish kerak, mashina olish kerak, chek solish kerak deb yuraverdi, ko'chada qoldi, bolalar tarbiyasi qolib ketdi. Endi o'ylang, kishi ulg'ayganda, keksayganda shu farzandlari atrofida shunday jamlanib tursa,
otasini dilini olishlikda og'ir gunohligini bilsa, otasini ko'nglini ko'tarishlik qanaqa ulug' ibodat ekanligini bilsa, har bitta og'izdan chiqqan gapni muhayyo qilishlikka shay turishsa, hurmat qilsa, albatta bu oqsoqol dunyodagi eng baxtli oqsoqol bo'ladi. Birodarlar, farzandlarimizni tarbiyasiga sarflagan vaqtimiz, kuchimiz, moli dunyomiz minglagan barobar ziyoda bo'lib qaytib keladi dunyoda o'zida ham. Shuning uchun farzand tarbiyasining mukofoti faqat oxiratga olib qo'yilgan emas. Farzandlarni chiroyli islom bilan tarbiya qilgan odamning mukofoti shu dunyoda ham beriladi. Yana shunaqa farzandlar ham bor. Ota-onasiga bir musibat, balo. Boyagi ko'chat singari shunday kattayib qolgan. G'ami yeyish, ichish, chiqib mehnat qilishlikka bir yuragini quvvat yetmaydi. Tayyor narsani tekinxo'r bo'lib yeydi. Yeganda ham to'g'ri yemaydi. Ona yo'qmi, mana yo'qmi deb turadi. So'qinday bo'lib qolib. Buni ham kim tarbiyaladi? Shu ota-ona tarbiyaladi. Kim shunaqa qilib tambal qilib qo'ydi uni? Shu ota-onami? Ota-onasiga quldek muomala qiladi. Shu farzand shu ota-onani o'zini mehnatini samarasi. Kishini qiladigan eng ulug' amali farzandini islomiy tarbiya bilan tarbiya qilishligi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan barcha bir ma'ruzalarga amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va